Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya neftining cheklanganligini e'lon qilgandan keyin Amerika bilan Venezuela o'rtasidagi ziddiyatning tubanlaganligi to'g'risida signal berildi. Venezuela prezidenti Maduro o'zining Amerika vakillar o'miki bilan ko'rishganligini, Venezuelada qamalgan 2 amerikalikning qo'yib berilganligini dalilladi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro Amerika hukumati vakillar o'miki bilan hurmatlik va samimiy ko'rishganligini aytdi. 14 yildan keyin Turkiyaning Isroiliya bilan bo'lgan munosabatida yangi bir sahifa ochildi. Isroiliya prezidenti Herzog Turkiyada Rais Erdo'g'an tarafidan rasmiy marosim bilan qarshi olindi. Herzog mundaq dedi: "Men prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning prezident binosida qizg'in kutib olganligiga minnatdor. Erdo'g'an Isroiliya rahbari bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida bu uchrashish ikki davlat munosabatining burilish nuqtasi" dedi. Birlashma axborot e'lon qilish yig'inida ikki rahbarning energiya jihatda hamkorlikni oldingi o'ringa qo'yishi diqqat tortdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Ukrainaga qurol avatishning har bir davlatning o'zining qarori ekanligini, Polshaning urush aeroplani to'g'risidagi taklifining ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqardiganligini aytdi. Polshaning o'zining MiG-29 tipliq aeroplanini Rossiya bilan urush qilayotgan Ukrainaga berdiganligi, Amerika buningga javoban F-16 tipliq aeroplanini Polshaga berdiganligi to'g'risidagi xabarlar chiqqan edi. Polsha prezidenti Andrzej Duda Ukrainaga urush aeroplani avatishning urushga kirganligidan darak berdiganligini, shunga ularning Ukrainaga urush aeroplani avatmaydiganligini aytdi. Yevropa Komissiyasining raisi Ursula von der Leyen Rossiya parlamentining yuqori palatasi, Federatsiya kengashi va boylarni o'z ichiga olgan 160 kishining embargo tizimligiga qo'shilganligini e'lon qildi. Norvegiya iqtidorchiligidagi dunyodagi eng chong boylik fondi Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan munosabatli deb qaralgan bir shirkatining mablag'idan chekinganligini e'lon qildi. Norvegiya Markaziy bankasi tantarbiya aslahalari va kiyim-kechak ishlab chiqaradigan Lening ismli bu shirkat haqida yozgan yozma bayonotida mablag' selishni to'xtatganligini, chunki Xitoy ishlab chiqaruvchining kishilik huquqi daxl taruz qilishga chetilib qilishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirdi. Egilinishcha 2021 yilning oxirida qiymati 1376 milliard dollar bo'lgan bu fondi Leningning 0,59% payini egallagan. Angliya davlat mudofaa ministri Ben Wallace Ukrainaning havo bo'shlig'ini Rossiyaning hujumidan qo'g'dashga yordam berish uchun aeroplanga qarshi boshqarilgan bomba iyona qilishni o'ylashayotganligini bayon qildi va bu sistemaning mudofaa qurollarining aniqlamasi ichida qoladiganligini e'lon qildi. Minister Wallace yana Angliyaning tanklarga qarshi turishning bir qismi sifatida Ukrainaga texnik ko'p mudofaa qurollarini avatadiganligini, Angliya hukumatining insonparvarlik yordami sommasini 220 million fond sterlinga yetkazganligini ta'kidladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 49 qatimliq yig'inida Kishilik huquq oliy komissari Bachelet dunyoning o'xshamagan davlatlaridagi kishilik huquq tafsirchiligi ustida to'xtaldi. Bachelet Isroiliya armiyasining falastinliklarga qilgan zo'ravonligiga andisha bildirdi. Shundaqla 5-oyda Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish haqida Xitoy bilan fikr birligi hosil qilganligini aytdi.